Mendan tashqari ham yana kimnidir uyida kalta paypaq emas, qurolga muomala qilganday qilinadimi? Bir tuzuk bola bo'lib yurgan bo'laman, shu sal kaltaroq paypaq yedim bo'ldi. Mendan yomoni yo'q. Dunyoda hamma urushlarni men boshlaganman, estirni men tarqatib yuborganman, xalqaro jinoyatchiman. Shu haligi O'zbekiston futbolda gol urdirib qo'ysa ham, sen oyog'ingdagini yo'qot, bor. Yo'qot onani. Bahila kiyib yurgan o'rniga deydi-yu. Bir tuzuk o'tirgan bo'laman, kalta paypaq yurib. O'g'lim bu barmoqqa kiyadigan narsani oyog'ingizga kiyib olibsizmi deb bo'ladi. Yo'q, ota bu paypaq mana shunaqasan. Ha, mana shunaqa paypaq kiyapsizmi? Bir balli qizlarga ham chiqib ko'rasizmi, o'g'lim? Ashida ham bir shansingiz bo'lsa kerak sizni. Ha, yo'q oting bolam, bir kun kelib bola ko'rganingizda metrikasida Feruzbek o'g'li degan joy ham bo'lsin, hamma nevaralarim Bezod bekivalari bo'lib ketmasa, yo'q oting yonog'ini. Men mana paypaq kiyin deb, hali paypaq beradi, bilasam uzun. 4 kishi 4 tarafidan ochib tursa, limuzin parkovka qilsa bo'ladigan paypaq bor. Hali paypaqni kiyganingizda kindigingizni ham jinday yopib turadigan paypaq, bilasizlarmi? Haligi tesilib olsa, suvarka qilib kiyib yursa bo'laveradigan paypaq.